Shuning uchun muhtaram jamoat, birodarlar, mana bu namozni o'qib bo'lgandan keyin mana shu yuqorida aytilgan anaqalarni, duolarni qilib, duo qilib chiqib ketadigan bo'lsak, inshaalloh menimcha hech kim asakasi ketib qolmaydi. Hech narsa bo'lib qolmaydi. Keyin kech bo'lib qolmasin. Bular bekorga kelib o'tirgan yo'q. Bekorga kelmaydi bular. Ashin qiladigan jumisi yo'q emas, yetadi o'zining jumisi. Bunda bola chaqasi bor, aka-sheshasi bor, to'y tomu podobniy. Shuning uchun muhtaram jamoat, birinchisi o'sha yuqorida aytganimdek sunnatga muvofiq namozdan keyin o'tirib, duolarni o'qib, xo'p, oyatul kursiyni o'qib, hammasini o'qib chiqib ketadigan bo'lsak, hammamizga ham inshaalloh foydadan xoli bo'lmaydi, foyda bo'ladi. Har tarafdan foyda bo'ladi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, bizni masjiddan tashqaridan, ya'ni boshqa joydan keladigan aylanib ketgan birodarlarim, ukalarim, akalarim. Men ertalab namoz bomdodni o'qiyman masjidda. Bugun kela olmadim mayli. Bomdodni o'qiyman. Shu bomdodni o'qiganimdan keyin meni masjiddagi safdan birorta odam chiqib ketmaydi. Hammasi o'tirib chiqib ketadi. Bizni masjidda yetadi endi shunchalik yomonlikqa chiqaraverdinglar. Sal Xudodan qo'rqinglar. O'zinglarni masjidlarga borib qilinglar shu qilig'inglarni. Qani ko'raman ko'tingni. Nimaga endi faqatgina bizni masjid ves Qozog'iston bo'yicha yomon bo'lishlik kerak? Sabab nima? Yana takror aytaman, men hozirgi kunda har qanaqasiga javob beraman. Mana shu ertalab bomdodni o'qiganda, boshqa namozlarda ham imom duo qilguncha, masalan, orqadagi masjidda qavm o'tiradi. Ammo lekin juma kuni chiqib ketasizlar. Bu men o'ylaymanki, biz qavmdan chiqib ketmaydi. Chunki bularni ogohlantirib qo'yganman men. Ancha bo'lgan ogohlantirib qo'yganimga. Unaqa qilmanglar. Bizni masjidning otiga hadib kir keltirishning hojati yo'q. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, ertaga masalan hamma joyda kamera bor, boshqa bor va hokazo narsalar bor. Shuning uchun men aytib qo'yaman, qonuniy tarafini aytaman endi. Qozog'iston Respublikasining Qilmislik kodeksining 174-bobi bor. O'sha 174-bob bu ekstremizm bo'ladi. Bugan o'rtaga buluk salu degan narsa bor. Ya'ni o'sha yerda kerak bo'lsa, imomning aytgan istemay chiqib ketadigan bo'lsang, seni so statiyasiga tortuvi mumkin. Uni o'zlari biladi. Ikkinchi tag'ir bir statiyasi bor. Qozog'iston Respublikasining Qilmislik kodeksining 256-bobi bor. Bu terrorizm. Bu ekstremizmda 3-bobida 5 yildan 9 yilgacha srok beradi. Terrorizmda 1-bobida 5 yildan 10 yilgacha, 5 yildan 9 5 yildan 10 yilgacha, ikkinchisida 7 yildan 12 yilgacha. So'ng aralashib ketib qolmanglar yigitlar. Aynalib ketaylik bavurlarim. Mana yigit bekorga kelib o'tirgan yo'q bizga. Ashin kelayotgan yo'q. Bu tag'ir masala. Eng so'nggi men aytayin degan masalam, xo'p, bu siyosat. Siyosat yomon narsa. Siyosatga aralashmanglar. Siyosat, mana Suriyada ne bo'ldi? Suriyada birov ana dedi, muna dedi, prezident bo'ldi, ati kim edi? Juvani, ya? Juvani prezident bo'ldi, endi mo'yinina galstukini taqdi, borib Trampning qo'lini oldi. So'nggisi so bo'ldi. So'ning uchun siyosatga aralashmanglar. Ardenge birdenge qila bermanglar. Ya'ni жаңа nemini aytdi? Basaken aytdi. Saken o'sha yerda birdenge bo'ladigan bo'lsa, moldakelaring bor dedi. Moldakelaringga boringizlar. Qozog'iston Respublikasining diniy boshqarmasi bor. O'g'an QMDB, o'g'an kirsa bo'ladi. Odan so'rangizlar. Ja bo'lmasa kelingizlar, men o'zim yo'l ko'rsatib beraman inshaalloh. Bizga da ruxsat bor шығар birdenge aytuga. Kelaveringlar inshaalloh. Shili qiynaytın ardenge yo'q. So'nduktan hurmatli bavurlarim, telefonni jinanglar, namozni o'rindanglar, boyagi men aytilgan sunnatni o'zini o'rnida qilinglar.
inshaalloh hammasi tekis bo'ladi, tinchlik bo'ladi, xotirjamlik bo'ladi, bola chaqa tinch bo'ladi, qorin to'q bo'ladi, mashinamiz yurayotgan bo'ladi, yonimizda benzinimizga pulimiz bo'ladi. Bo'lmasam, mana bu ketib qolgan 2-3 odamga o'xshab ketib qolishinglar hech narsa bekordan bekorga kelinayotgani yo'q.